Albatta arab tili bu tillar ichida eng mukammali va eng chiroylisi va eng fasohatlisidir. Albatta so'zlar ko'pligi bo'yicha tillar dunyoda har xil o'rinda turadi. Dunyoning hozirgi bugungi muhim tili bo'lgan ingliz tilida so'zlar 600 mingdan 1 millionga qadar so'z mavjud. Fransuz tilida bo'lsa 400 mingdan 500 ming atrofida, rus tilida bo'lsa 150 ming 200 ming atrofida so'zlar bor. Va bizning suyukli ona tilimiz o'zbek tilida so'zlar 80 ming 100 ming atrofida so'z bor. Lekin e'tiborni jalb qiladigan joyi arab tilida so'zlar 12,5 milliondan ortiq so'zlar mavjud. O'zbek tilida chanqoqlik darajasi yoki susab ketdim yoki chanqadim darajasi. Ingliz tilida ham, rus tilida ham, fransuz tilida va dunyoning boshqa tillarida ham bu 1-2 sinonimlari mavjud. Lekin arab tilida chanqoqlik darajasining 19 ta darajasi mavjud bo'lib, birinchisi atshan, ya'ni chanqoq, ikkinchisi zamaun, chanqoqdan sal balandroq va uchinchisi as-soda, ancha chanqoq, ya'ni juda ham chanqab ketgan ma'nolarda va hattoki chanqab o'lgan odamning ham o'zining ismi mavjud. Ko'rinib turibdiki, arab tili dunyo tillaridan o'zining mutlaq ustunlik bilan ajralib turibdi. Aziz o'quvchilar, sizlar ham arab tilida erkin va ravon va arab tili grammatikasi va so'z boyliklarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizlarni Zakiya markazida kutib qolamiz. Bizda o'z ishining ustasi bo'lgan tajribali ustozlar tomonidan dars o'tiladi.